soch to'kilishi va yana soch to'kilishi. Bu juda ham bir global muammoga aylangan. Bu nafaqat erkaklar va ayollarda ham eng katta muammolardan hisoblanadi. Markazimizga murojaat qilayotgan har 10 ta insondan 8 tasida soch to'kilish muammolari bilan murojaat qilishadi. Soch to'kilishini bu juda katta muammo hisoblanadi va turlari juda ham ko'p va sabablari ham ko'p. Aynan bu muammoda diagnostik amallar muhim hisoblanadi. Chunki soch to'kilishida vitamin D yetishmovchiligi, ferritin oqsilini yetishmovchiligi, gemoglobinni kamayganligi, organizmdagi shu vitamin komplekslarini kamayganligi, ko'pchilikda homiladorlikdan keyin yoki emizikli davrida va hattoki yosh bolalarda bizda o'sha tangachasimon soch to'kilishlari, ya'ni bu autoimmunniy kasalliklar, hattoki soch to'kilishida butunlay totalniy, ya'ni soch, kiprik, qosh, tanadagi butun tuklarni ham to'kilib ketish muammolari bizda uchrab turadi. Mana shu gormonlarning buzilishiga eng asosiy sabablardan bittasi tungi uyquni bo'lmasligi yoki asosiy shu 10 bilan 2 orasida uyquni bo'lmasligi. Va buning natijasida gormonlar tunda ishlab chiqarilish kerak bo'lgan gormonlarda buzilishlar ketadi va buning asoratida soch to'kilishi, o'sha yana bitta sabablardan bittasi bu stress va albatta bunday muammolarda kosmetologik muolajalar, ya'ni mezoterapiyalar va apparatli muolajalarni mutaxassis sifatida tavsiya etaman.